Assalomu alaykum, o'zimizning Chorva YouTube kanali obunachilari. Hurmatli chorvadorlar, sog'liklaring yaxshimi? Charchamasdan qo'ylarni boqib, mazza qilib yuribsizlarmi? Xo'p, birodarlar, bugungi videoyimizning mazmuni shundayki, nasldorlik uchun qo'chqorlarimni tavsiya qilganman. Birma-bir olib chiqib, bo'y bastini o'lchab, bitta mana shu ijtimoiy tarmoqlarda asosan nasldorlik uchun qo'chqorlarni chiqarib kontent qiladigan akamiz borlar. U akamizni YouTube, Instagram tarmog'idagi nomlari Tepaqo'rg'on Chorva deb yozilsa chiqadi. O'sha akamizga video olganmiz. U aka video olish davomida yonida men uchun ham alohida shu o'zimning telefonimga syomka qilib borildi. Shu videoni qisqa qilib qo'ymoqchiman kanalimga. Endi bundan maqsad nima? Shunday yaxshi narsani endi videoda ham aytganman, asli o'zim sog'liq olib qo'shish niyatim bor, lekin mendan yaxshi biladigan sog'liq masalasida gapiryapman-da, yaxshi biladigan sog'liqni qo'chqor qo'shib yaxshi nasl olishga aqli, tajribasi yetadigan odam bo'lsa, olaman deb ishqiboz bo'lishsa, shu qo'ylar sotiladi. Lekin narxidan ko'proqqa bo'lsa ham qassob akalarimiz misol o'zlarining intereslari uchun so'rab olaman deyishsa, qassobga sotilmaydi bular. Shunaqa yaxshi narsani o'zimning kanalimda obunachilari uchun ham ilindim. Shuning uchun u akamiz bilan yonma-yon qilib video olib borildi. O'sha videolarni qisqa qilib olingan. Hozir hammasini montaj qilib shu kanalimizga joylaymiz. Ma'qul kelsa, sizlar ham bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zimning kanalimda obunachilariga yana ham chiroyli qilib yengillatib beraman. Unisidan gap so'z bo'lishi mumkin emas. Keyin dastlabki masalasidan umuman o'ylash kerak emas, dastlabkasini qilib beramiz. Unda sizlarga maroqli tomosha, vaqtlaringga rozi bo'lasizlar, ko'rib maza qilinglar o'rtoqlar. Chorva kanali obunachilari, aka-ukalar, qo'chqor ishqibozlari, mana bundaqa zotdor qo'chqorning muxlislari. Obunachilar, bugun 4 dona qo'chqorni gigantlaridan, ideallaridan chiqadi. Videoni boshida bitta like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz akalar, obuna bo'lib qo'yasizlar. Bugun hafta kuniga seshanba 28-iyul 2026-yil. Manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroydamiz. Akalar, o'sha o'pitimchilar, arzonchilar qishlog'i Saroy qishlog'ida video syomkamizni olib boryapmiz. Obunachilar, qo'chqorni qo'yga qo'shgani idealni qidiryapti turgan aka-ukalarga podelitsiya qilib jo'natib qo'yasizlar. Unday bo'lsa biz mana bu qo'chqorning ma'lumotini berishni boshlaymiz. Akalar, bunaqa qo'chqor yiriklari kimni qo'rasida ekan, kim boqyapti ekan degan obunachilarimizga o'sha o'zimizni arzonchi ukamiz Abrorbek bo'ladi. Abrorbek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz, salomatmisiz? Charchamasdan. Qo'chqor ideallarini olib qo'ygan ekansizda ularni to'plab yaxshilarini. Ha, bularni aka ancha niyat bilan qo'zilig'idan o'zimiz katta qilib mana shu holatga yetkazdik. Mashalloh. Obunachilar, ukasiga bitta like tirsalar qo'yasizlar. Mana bu uzoqdan umumiy ko'rinyapti. Unday bo'lsa biz buni ma'lumotini berishni boshladik akalar. Abrorbek, buni yosh oyligi qanaqa? Yosh oyligi aka endi 2 tushga chiqdi. Qani bitta ko'rsatib qo'yaylik obunachilarga. Obunachilarga bitta tirjayib beringchi. Bo'ldi, ko'rindi. Ko'rindimi? Obunachilar ektish qo'chqorimiz bo'ldi. Ektish. Oldini kengligini ko'rib, kelib o'zim ish qozib qoldim. Oldini qaranglar. Chot kengligini. Maşallah, bo'ynlari ham aka o'ta qalinidan, tushlari mana bunday oldiga otilib chiqqan variantlar. Bo'ynini men tortib turganman, o'yin qizig'i o'zi turishi shunaqa bu. Stoykasida turibdi. Stoykasi o'zi shunaqa bu qo'chqorda. Akalar, ko'ryapsizlar-a? Kasteklar mana bunaqa novvasli oyog'i uchun o'ta moshinistlar. 4 ta oyoq, stakan tuyoq qo'yga qo'shib, akalar 1-2 yil, 3 yil zot olib yuraman degan obunachilarni tavsiya qilamiz. Dumbalari mana bunaqa bichilmaydigan dumbadan akalar, mana ko'rinyapti. Orqa chotlari kengligi, xullas qo'chqor ideal holatda. Shaq qo'yga mana bu akalar o'ta moshni, shuncha boqib tarbiyalagan mana bu ukalarimizdan Alloh rozi bo'lsin.
Unday bo'lsa buni bitta bo'y bastani ham o'lchab ko'rsatib olamiz-a. Bo'ldi aka, mana bo'yini sразу joyida o'lchaymiz kecha. Obunachilar shaq qo'chqor bo'yini ko'rib bir maza qilasizlar, like bosib qo'yasizlar. Mana metrimiz yerdan balandligi akalar. Mana ko'rinyapti. 94-95 ga bo'lyapti akalar. Mana metrda ko'ringaniga olaverasizlar. Kalla formalar, mana kallaning kattaligini qaranglar, mashallah. Kalla formalar o'ta buni bir ko'rganda yoqtirib qoladigan qo'chqor akalar. Abrorbek buni asosiysi narxida obunachilarimizga narxini chiroyli qilib bersangiz inshaalloh aloqaga chiqishadi. Dastlabkasi qayergacha bo'ladi? Dastlabkasini aka qilib beraveramiz. Samarqandgacha ham qilib beraveramiz. Samarqandgacha. Samarqandgacha. Asosiy narxida buni endi. Endi narxi aka bunga dehqonmizda aka. Bunga dehqon. Bunga dehqonmiz. Ana nariga qo'zlarga dehqon emas. Ularga olib sotamiz. Buni narxda endi misol. Buni endi biz o'zimiz boqqanmiz. Bu qancha yaxshi pulga sotsak bizga shuncha yaxshi. Shunaqa endi qulay qilib aytaverasiz. Lekin o'sha bozordan ham qulay qilib beraman aka. Bunaqa qo'chqorni gavdasini 1,5 ming atrofda deyishyapti. Shunaqa o'zimiz ham video qilib yuribmiz. Endi siz dehqonsiz-ku, baribir kanalimizda birinchi marta chiroyli qilib narx qo'yib bersangiz, inshaalloh obunachilar telefon qilishadi. Qo'radagi qolgan qo'ylarni ham kelib, lokatsiyasi yaqinlar kelib ko'rib olishaveradi narxlashib inshaalloh. Aka 1400 desam ham uyat bo'ladi. Bir mehmonmiz. Mehmon 1300 ga berilaveradi aka. 1300 ga. 1300. 1300 ga dehqon odamga to'g'risi yarashmaydi. Qanday? Bu obunachilarimiz telefon qilishadi. Aka, Abrorbek mana shunaqa qo'yibsiz deyishadi. Chiroyli qilib hayronlik qilib berasiz. Yo videoda aytib o'tib keting hozir. Aka. Sразу video qo'yamiz endi mana sotuvdagilar. Hop. Anaqa optim sotiladi-da. Shunaqa. Dangal gapiraman, dangal sotaman. 1300 deyapmanmi? U oldi qochdi emas, haqiqatda bozorda yengil. Bunaqa gavda borish 1300 ga topish qiyin. Shunaqa. Bunaqa ikki dumba, o'sha sifatiga qarab turib, bunaqasini topish qiyin. Lekin shunday ham aka. Bittadan like-ni, kommentariyani banglatib kelishsin, obuna bo'lib, men 1300 dan shu joyini o'zida o'zlariga xayri sunnatiga o'tib beraman aka. 1300 dan ham yengillatib beraman. Bo'ldi, videoda aytib o'tganing qancha o'tib berasiz? Endi videoda 50 so'm o'tib berasiz. Bittadan like bosib tepa qo'ying, Chorva kanalida Abrorbek sizni ko'rdim. Dehqon ekansiz, mana shunaqa yirik qo'chqorlarga 50 so'm o'tib bering degan obunachilarimizga 50 so'm o'tib dastlabkasini berasiz. aka, men sizni chaqirib keling, o video olay deganim bilan siz obunachilaringiz odamsiz-da. Shunga siz tortishyapsiz. Iloji yo'q, shularni yonini olmasam bo'lmaydimi obunachilarimiz? Bo'ldi, gap so'z yo'q aka. Dangal gapiradigan odamman. Kelishsin. Men shu kanaldan ko'rib, To'raqo'rg'on Chorva kanaldan ko'rib, kelyapman aka deysin. $50 $50. 50 dollar. Dangal aytyapman, 500 ming, 300 ming deganim yo'q. Dangal $50 tushib beraman. Dastlabkasini shunda o'zim qilib beraveraman aka. Dastlabkasi Samarqandgacha obunachilar 1250 so'm bo'ldi, 1250 dollar bo'ldi. Telefon qilasizlar, bu bolaning ko'ngli bo'sh, yana inshaalloh hayrini qilib dastlabkasini qilib beradilar. Obunachilar, unday bo'lsa biz keyingisini qaysi partiyamiz ma'qul keldi. Obunachilar, ikkinchi partiyamizga ham Qo'chqorda akalar mana bundaqa kallalari, deriski ispan garbunuzlari akalar mana ko'rinyapti, o'ta mo'shniylari. To'shi. Bugungi akalar Qo'chqorda haqiqiy bo'ydoqlari chiqyapti, xudo xolasa. Ko'rinyapti mana videoda. O'ta mo'shniylar akalar. Men o'zim ko'rib ham yoqtirib qoldim, bormi? Kasiyani qarang akalar, suyaklar o'ta qalin, mo'shniylar. Bu oldini kengligini qarang. Akalar tagi oqligi, qo'chqor xullas o'ta dumba razrizlari ham, lekin bu qo'chqor nariga nisbatan uni dumba razrizi ham dakansa ekan, akalar, mana dakansa. Ko'rinyapti. Xullas ideal holatda ko'rsangiz yoqtirib qoladigan. Yosh oylar qanaqa buni Abrorbek? Aka, bular mana tishlari hali to'liq chiqib, orasi yopilgani yo'q. Shunaqa akalar, qo'zdan endi shishakka o'tgan, mana bunday oq tumshug'idan akalar. Endi shishakka o'tgan aytyapman, bugungi bo'ydoqlari ekan. Metr shunday qo'yavering, metrda o'zini. Mana aka.
Mana akalar, obunachi bo'y bastlari yerdan balandligi akalar. Turmayapti, boshqa yaxshilab joylab oling metrga. Bo'ldi, ana shunday tursin. Mana bo'y bastlari yerdan balandligi ko'rinyapti obunachilar. Mana shu metrga ko'rganlaringga savdo qilaverasizlar inshaalloh. Uzunligi ham bitta qo'yaylik, mana shu Navro'bek. Buni oldingimizni o'lchash kerak edi aka shuni. Shuni ham bitta uzunligiga qo'yib qo'yaylikchi. Mana. Yelkasidan qo'ying. Obunachilar mana uzunligi yelkasidan mana akalar metr pilish ko'rinyapti. Metr yo'laverasizlar. Uzunligi metr akalar, bo'ylari o'sha metrda ko'rganlaringga olib savdosini qilaverasizlar. Abdullahi buni narxi necha pul bo'ladi obunachilarimizga? Baribir talashaman, o'shaning uchun talashmaydigan qilib chiroyli qilib aytavering. Talashmaydigan qilib aytsam, keyin talashmaysizmi aka? Talashmayman bo'pti. Xo'p, aka qarang. 1000 ga xayrga o'tib beraman. Aloqaga chiqsin. $1000 $1000 xayrga o'tib beraman. So'mda gaplashamiz deyishsa, 12 milliondan xayr sunnatiga o'tib beraman. 12 milliondan xayriga o'tib, dastlabkasi Samarqandgacha. Dastlabkasi umuman yopiq masala aka. Uni o'ylashmasa, dastlabkasini men qilib beraman. Mashalloh. Agar Samarqanddan uzoqda bo'lsa, o'rtada gaplashilaveradi uni. Kelishilaveradi. Kelishilaveradi. Obunachilar, haqiqiy savdogar dagari mana akalar, ko'ryapsizlar gapni. Dastlabkadan muammo qilmaysizlar, eshiklaring tagiga borganda pulini sanab olib qoladigan variantidan obunachilar. Qo'chqor o'ta ideal holatda, g'ashshi moshni. Mana kallalari akalar, oldi to'shlari ko'rinyapti. Aka, aytyapman-ku. $1000 xayr sunnatiga o'tib beraman. So'mda gaplashamiz deysa, 12 milliondan kamini qilib beraman. Xursand bo'lib, uyimni olib ketishaveradi. Lokatsiya tashlab berishadi, bo'ldi. Uyimni olib ketishlari ham shart emas, o'zim olib borib beraman. Bo'ldi, mashalloh. 11 million 500 ming ekan-da baribir. Aka, telefon qilishsa o'zlari bilan gaplashaylik. Bo'ldi, mashalloh. Obunachilar, shoshilib aloqaga chiqaverasizlar. Inshaalloh bu bolani ko'ngli bo'sh, chiroyli qilib, qulay qilib yetkazib berarlar. Eshiklaring tagiga borganda qo'chqorni ko'rib, ko'zdan quvonib, pulini sanab variant akalar. Unday bo'lsa biz 3-partiyasini ma'lumotini berishni boshladik akalar. Odamlar hayot bo'ladi, turib bermaydi. Shuni ham ma'lumotini berishni boshlaymiz. Bugun aytganimdek, qo'chqorlar akalar o'ta ayiq polvonida mana to'shni ko'ryapsizlar, oldini kengligini. Yonidan ko'rgan odam akalar boshqacha bo'ladi, o'ta baquvvat qo'chqorlar mana. Bu qo'chqorning elita variantidan kallalari, mana qaranglar kalla formani. Ko'ryapsizlar, garbonoz, quloqlari but-butun, qulog'i ham 18 chiqib qoladi inshaalloh. Oq tumshuq variantidan. Eng qizig'ini aytaymi aka? Aytingchi. Bu hali qo'zita. Yo'q. Yo'q, Men qo'zita. ko'rtishdimi o'ylayapti? Yo'q. Qani bitta ko'rsatingchi. Mashalloh. Akalar, hali bu qo'zi variantidan ekan. Oldini qaranglar, kengligini qo'zini. Ko'ryapsizlar, tagi oqligi akalar, kastiyaklar mana bunaqa o'ta moshni baquvvatidan ekan akalar, mana kastiyak. Obunachilar, 50 ta sovlig'im bor, 40 ta sovlig'im bor degan aka-ukalarimizga mana shu bitta qo'chqor o'zi inshaalloh eplab beradi deb umid qilamiz akalar. Qo'chqorlarligi o'ta baquvvat. Eng qizig'i aka, simjun, boyagi juni o'zi to'kilib, o'zi chiqadigan varianti bor-ku, ashqilidan. Men ko'zim bilan ko'rdim, bir marta juni to'kildi, almashdi bu. Bir marta juni to'kildi. Ikkinchisiga mana bunaqa simjun variantidan junini o'zi to'kib, o'zi chiqib, o'zi to'kilish nima qilaveradi, oldirib yurmaysizlar. Bu ikkinchisiga mana to'kilishni boshladi o'zi. Jun o'zi o'zgargan. Mana yangi jun. Mana eski jun to'kilib, yangilanib boryapti bu. Obunachilar, junini o'zi to'kadigan variantidan bu yo'q simjun, mana bunaqa tirosim hijolat qiladigan jundan akalar. Mana bu jichcha tepasida mana ozgina qolgan, to'kib turgan. Sizlarning qo'llaringiz borganda qolgan to'kadi, ko'zlaring bilan ko'rasizlar obunachilar. Dumbaraz rezlari mana bunaqa dakansa variantidan ko'rinyapti. Alloh, chotini, orqa chotini kengligi. Qo'chqor ideal holatda stoykasiga bitta like bosib qo'yasizlar, obunachilar. Buni stoykasi ham o'ta moshni. Ko'ryapsizlar, videoda ham ko'rinayotgan bo'lsa, qo'l nomiga turibdi, qo'chqor kelib yuravermasin deb. Kallasida ko'tarib boshqa qilingan yo'q. O'zi stoykasi shunaqa moshnisidan. Buni yoshoyligi qo'zi ekan, hali bitta bo'y bastlarni ham o'lchab ko'rsatamiz. Bitta metrni qo'yib yuboringchi. Obunachilar, mana metrimiz
yerdan balandligi akalar qo'zi narsa. 90 ga o'ryapsizlar, qayda qolyapti? 95-96 ga boryapti. Shu metrda ko'rganlaringiz savdo qilasizlar. Biz aytsak 1 sm, yarim sm aqabaqa bo'lib qolsa, yana hijolat pastligi bo'ladi, obunachilar. Mana uzunligi qaranglar, uni yelkasidan ko'rinyapti. Mana akalar uzunligi. Metr plus metrga hisoblayapsizlar akalar. Bu ham hali rosmana bo'ynidan qo'yilmadi, yelkasidan qo'yildi. Obunachilar lokatsiyasi yaqin akalarimizni tavsiya qilamiz. Lokatsiyaga kelib, mana yerda ko'rib, tepasida olishlaringni. Qo'chqorlar qo'rada ko'p, video cho'zilib ketmasinga hammasini olamiz. Bugunga 4 dona o'sha yaxshilarini ko'rsatamiz. Uzoqdagi akalarimizga dastavkasi muammosiz aytildi. Abrorbek buni narxini chiroyli qilib obunachilarimizga 50 ta qo'chqor boqaman deb niyat qilgan akalarimizga chiroyli qilib beringchi. Endi aka, bu bir boshqa tabiatda boyagi qo'chqorlar. Shunaqa. Hammasi mehringiz tushib qopti. Men o'zim boqaman-da buni bozorligida. Bo'ldi. Nech pul narxini qulay qilib? Aka 1200 dan xayriga o'zlariga o'tadi. 1200 dollarga. Yana bitta gapni qo'shimcha qilib shayda aytib o'tib ketay. Bu qo'chqor, bundan oldingi qo'chqorlar Nabodoga sotilmay qolib, qassobga berishga to'g'ri kelgan taqdirda ham men pulini ayamayman, ularni olib qolaman. Misolda o'zim soliq olib qo'shib bo'lsa ham faqat sotaman aka, naslga soliqqa qo'shaman. 1 yil mehnatimni qiladi bu qo'chqor, 1 yil buni xizmatdan foydalanaman deydigan odamga sotaman deb niyat qilganman. Bundan oldingi 2 tani aka. Mashalloh akalar. O'shaning uchun mabodo go'shtga so'rasalar qo'chqor sotilmas ekan, bildilaring-a? Yo'q, bular aka go'shtga so'ralsa sotilmaydi. Mashalloh, achinaman deyaptilar qo'chqor sifatini ko'rib turib go'shtga sotgan. Gap pulida emasda aka. Misol 1,5 ming beraman, so'veraman degan odam bo'lsa, endi unaqasi chiqmaydi-yu. O'shuna desa, yo'q, unaqa bo'lsa sotmayman deyman. Dangalga. Shunaqa O'zbekistonda chiroyli qo'ylar bo'lgandan keyin bundan foydalanish kerak-a? O'shaning uchun aka, naslga qo'shaman-ku deb kelishsin, 1200 dan xayri sunnatiga men chiroyli qilib o'tib beraman, dastavkasini men o'zim qilib beraman Samarqandgacha. 1200 dollarga berar ekansiz-a? Endi aka, uni o'zlari bilan gaplashaylik. Ammo obunachilar, Abrorbek ko'ngli bo'sh, shoshilib aloqaga chiqasizlar. 1100 dollarga inshaalloh sizlarga dastavkasini qilib beradilar. Ammo men aytvardim. Omon o'tirib qo'ymang-a. Ammo aka, sizga yozishsin kommentariyaga olishgandan keyin haqiqatda o'tib berdi deb o'tib beraman, chiroyli qilib xursand bo'lib olib ketishadi aka. Mashalloh akalar, kommentariyaga o'tib berganlarini, baraka bo'lgan joyini yozib qo'yasizlar inshaalloh. Unday bo'lsa biz so'nggi partiyasini ma'lumotini berishni boshlaymiz. Shoshilib aloqaga chiqasizlar, bu narsalar bitta qo'yib qo'ying. Mana akalar bu chiqaramiz. Yurish qarang nasıl ekan. Videoga bitta like bosib tomosha qilaverasizlar. Qo'chqorlar ko'rinyapti. Zotga akalar o'ta dahshatlaridan. Dumbalari bichilmaydigan hisori, qozoq hisori variantlaridan akalar. Kallalar mana bundaqa deriski ko'rinyapti. Garbonozni qarang, mashalloh. Aka, mana shu qo'chqorda men tavsiya qilardim-ku, buni shoxi borlik qiladi-da. Lekin o'ta moshina ekan to'ni. To'ni gavdamoshi shunaqa xil kelgan narsa. Obunachilar videoda ko'rinyapti deb o'ylayman. Juna simjun. Mana shu qo'chqorlar variant akalar. Bayda bor, mana ko'rinyapti. Bu qo'ramizda ham mana bunaqa sariqlaridan bor. Akalar, qaysi birini mana shu deb atmetka qilib Telegramga tashlasalar, отдельный bo'y basini o'lchab ma'lumoti berilaveradi akalar, bitta. Uzunligini qarang. Dumbasi bichilmaydigan variantidan mana. Tam qorasi kerak bo'lsa, tam qora. Dumbalar akalar mana. Orqa chotlari kengaygan. Qo'chqorlarda ayiq polvonlaridan xullas. Obunachilar ko'rinyapti. Aka, yakunlaymiz. Yakunlaymiz gapni. Qosob so'rasa, bayam qosobga ham beraveramiz. O'shani qo'shib ketaymi? Ya, qosob qo'shma. Bo'ldi. To'ygadi.
Videoni cho'zmagan holatda unday bo'lsa biz bugungi video syomkamizni yakunladik. Qo'chqorlar ko'ryapsizlar shashtini balandligini. Kallalar mana haqiqiy o'zimiz ilgari hisobini akalar. Bugungi video syomkamizni yakunladik. O'tkazgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. Shunaqa zotdor qo'chqorlar kerak bo'lsa video tagida nomerni qoldiramiz. Shoshilib aloqaga chiqaverasizlar. Addenni bitta qilib ma'lumotni berilaveradi akalar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.